Xolis niyat, xolislik, mehrli qo'llar, muhabbat qalblarning eng yorqin jilosi Shirin Tush. Shirin Tushlarning reallikdagi sahnasi, mayirlarning samimiy bayonlari, shunaqla korxonchilarning mardonligi dal mushu yerda. Assalomu alaykum, naq maydondagi va shunaqla ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi Faxriy So'chak shirkati alayda qo'llagan, Shinjang Sabila kasbiy taraqqiyot shirkati alayda talab qilgan, Shinjang Abida biotexnika taraqqiyot shirkati alayda hamkorlashgan Faxriy Shirin Tush programmasi. Men riyosatchi Zumrat Abduqodir. Shirin Tush programmasi Shinjang televiziya stansiyasi, Shinjang Xuyu madaniyat tarqitish chekish shirkati bilan Urumchi LB madaniyat tarqitish e'lon chekish shirkati birlashib ishlagan, avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil usulidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning orzulari uchun maydon hozirlash va shunaqla ahamiyatli arzu, ahamiyatli g'oyalarga yordam berish maqsadida ta'sis qilingan. Korxonchilarning taraqqiyoti, xalqning qo'llashi, shunaqla samimiy mulozimat hamda yaxshi mahsulot orqali amalga oshadi. Xalqdan ilib xalq qaytirish har bir korxonchi madaniyatidagi eng yorqin jilosi, shunaqla iste'molchilarning umididir. Shu munosabat bilan men bizning programma guruhimizga barliq xizmatchilar va shunaqla sahnasidagi mayirlar nomidan har qaysi korxonchilarga alohida tashakkurimizni bildiraman. Rahmat sizlarga, jafo cheksanglar. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, undaqda men hozir bugungi bizning programmamizga qatnashgan aziz mehmon va shunaqla barliq korxonchilarni bir tunishtirib o'tsam. Bugungi Faxriy Shirin Tush programmamizga qatnashgan aziz mehmon bo'lsam, Urumchi shaharlik Ma'rif tadqiqot markazining axloq tarbiya tadqiqotchisi, davlatlik 2 darajalik psixika maslahatchisi Tursun Hasan muallim, qarshi olamiz. Xush keldingiz muallim. Korxonchilarimiz bo'lsa, Shinjang Sabila kasbiy taraqqiyot chekish shirkatining bosh lideri Muhammadjon Abdukaram apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Abida biotexnika taraqqiyot chekish shirkati Urumchi setish bo'limi muavin direktori Yusufjon Adil apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Ro'yab xalqaro suv chekish shirkatining bosh direktori Rizo Idin Nizomli apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Mo'tabar xalqaro suv chekish shirkatining bosh lideri Toshmuhammad G'ani apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Mashrab elektr uskunalari chekish shirkatining bosh direktori Abdusami Abdukim apandi, qarshi olamiz. Shinjang Chindil xalqaro suv chekish shirkatining lideri Yasinjon Sulaymon apandi, qarshi olamiz. Shinjang Ekson yog'chilik chekish shirkatining bozor ushur bo'lim direktori Nurali Asqar apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Oltin Go'har xalqaro suv chekish shirkatining lideri Go'har Nisa Mo'lla Turg'on xonim, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Urumchi Qutiyar fan texnika chekish shirkatining setish bo'limidan Jurat To'xta apandi, qarshi olamiz. Shinjang Al-Nuri yezigilik taraqqiyot chekish shirkatining lideri Adil Niyoz apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Nafis to'r qurilish chekish mas'uliyat shirkati Karvan to'rining muavin direktori Nabijon Abdurashid apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Tashqin xalqaro suv chekish shirkati Xotan tarmoq shirkatining bosh direktori Abduqayyum Tursunniyaz apandi, qarshi olamiz. Shinjang O'zbekiston suv chekish shirkatining lideri Yasinjon Muhammad apandi, qarshi olamiz. Shinjang Atlan Ma'rif fan texnika chekish shirkatining muavin direktori Abduqodir Ro'z apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Mujassam elektron fan texnika chekish shirkatining lideri Olimjon Jaloliddin apandi, qarshi olamiz. Xo'sh, hammalarning ezgut bilan bosgan qadamlaringizga marhaba. Navbatda Faxriy Shirin Tush programmamizni rasmiy holda boshlaymiz. Qiynaldoqda sahnamizda Shamsiya Abaydulla. Shirin tush, egiz ko'kdan ushqan qush, madad topdim sevgilim, kel yonimga qaytib tush. Assalomu alaykum naqdidagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekranidagi qadrli televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganlar Faxriy Shirin Tush programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Mehr muhabbati to'yilgan bu programmamizning 2-faslida sizlar bilan davomli diydorlashganligimdan intayin xursandman. Hammalarga mehr bilan salom yo'llayman. Hayotingizga go'zal arzu-armonlarning yor bo'lishiga tilakdoshman. Xo'sh, undaqda mahirimiz marhamat. Assalomu alaykum barliq so'run ahli va korxonchi ustozlar. Yaxshimisizlar?
Ben Şinjan Real Binakarlar Bizekçilik Laylaş Mesuliyet Çeklik Şirketi Xoten Tarmak Şirketi'ninki direktörü. İsmim Muhammed. Muhammed efendim. Buldu. Direktör efendim. Şirketinler qandaq ticaret bilen şug'ullandı? Şirketimiz asası öyleninki Jongshu Bizikini Laylaş hem Uy bezeş. Uy bezekçilik laylaş. hem çırçıyorsuzluğuyla şoğulunuz. Müştiyat tazlıqlarınız bakanda? Yaman emas. Yaman emas da qo'ying. Real binakarlık uy layihalash bezekçilik şirketi. Undaq arzuyunuzni anglaylik. Endi men şu 2014 yılı 6. ayda şu Ürümçi Cidaninki şu kompüter güzellik kasbini bitirgandan keyin onun da şu Ürümçi Kaspi Üniversitetining ma? Kaspi Üniversitetininki. Ben qanday kasb bilan shug'ullanganda o'zimning kelgusini bir barpo qila olmayman degan ustida dastlabda to'rbekatga shug'ullangan. Keyin qarasam men xotin qaysam bu kasb bilan non tepki ish toza degandek oqmaydi ekan. Shular mush kasb xotin yo'q bir kasb ekan, mushuni günü qaytgandan keyin şu xotin tarmoq shirkatini ochdim. Hamda şu Ürümçi Kaspi Üniversitetininki Abdulmayap Meyiplar birlashmasidan birlashib qurgan Meyiplar kasbiy texnikalar birlashish o'rnini bitirgan. Şu Ali Texnikum ve Otur Texnikum balla bop, 4 nefer ballarını şulan terbiyelep, şu kesmini götürüp degandek, aslında işlevatıdı. Ama benim küçüm, ben bir yalnız olacak, benim küçüm fakat şu 4-5 adamlarla çekinip kaldı ki. Bununki programlarda mesela Abiyakir Muhtar, bu naydı yaşlı olan bir teklif fikrini koyup, karxançılığımız burada hizmetçinin kabul kılığında, ama şu akli kabiliyetini asas kıtıp kabul kılsanlar, salamelik çekim koyuyor musanlar, dep tunum yaşlı olan teklif fikirlerini verdi. Hem şundak barlık ata-analarını, hem şundak karindaşlarını, hem karxançılığımız tulumunu suyundurdu. Eğer bu şu ballar şeyge bazı diyen takdirimi o ballarda bir şu şekilde bir işleydiyse, malum bir kesb cihetten, ya ki başka cihetten asası tekniki yok. Bağları bolsa alır bunu okşup tutup yaptıkında hükümetinki hizmetçilik ayrılıp olgan, yakında bazı şirketlerge kubul kılınıp olgan. Köpüncüsü olsa, bundak bilim aldığın mekteplerinin mi bir hava. Hem de benim oyluğunumda biz ben hazır şu otelde mahsus meyvelerini kesbi texnik bilen terbiyelediğin bir mektepleş merkezine kurgulatımız hazır. Ama şu karxançılarımız tüyende oturgan hem şu televizyon altındaki şekillerle genkilenmegen barlıq karxançılarımız bundan keyin karxanlara müştak meyvelerini hizmetke uğurlaştırışını halap kalsa şu karxançılarımız bizge mandak adam lazım, sanımançılık bizge mandak iş kıpıraliş gerek dese biz şu karxançılarımızdaki talep gazeteden şu ballarını terbiyelep şu karxançılarımıza ötküzüp versek olar özününki küçük öteyini bolsun şu karxanğa bağına yarışa birer neticesi bilen bolsun şu karxanda işlep bundan keyin ki özünün hem ata-anasının barlıq hem endişelerini yok etken degan arzulanamda. Gayet yaxşı arzu ekan. Demismi bizning nurg'un karxanchilarimiz bizningki meyip qarindoshlarimizni xizmatga elishni xohlaydi. Bizningki davlatninki nurg'un yaxshi siyosatlari bor. Masalan, shu korxonalarda umumiy xizmatchininki 2% meyip qarindoshlar bo'lsa, davlatninki nurg'un yaxshi e'tibor siyosatlari bor. Shundaq-ku. Shundaq shartlarni bor turib şu karxançılarımı qabul qilishni xohlaydigan turibmi yana shu xizmatga mos keladigan o'disdan chiqalaydigan meyip qarindoshlarni topolmaydigan ahvollar bo'lib qoldi ekan-ku. Balkim karxançılarni izlab boradigan bizning meyip qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ammo karxançılar hissdoshlik nuqtasidan ularni xizmatga olib qo'ygan taqdirdami, endi karxana uchun hech qanday ish qilib bermasligimi mumkin-da. Endi albatta karxançılarmi ozroq o'zim bir ish qilib berishni umid qiladi. Sizga o'xshash terbiyelense, karxana için azrak tüküp qo'shalsa, o'zi qurollantirgan bo'lsa, u chaqda ikkili taraf yaxshi bo'ladi deymanda. Mushuni o'ylab turib, shu markazni qurmoqchi bo'ldinglar, Aqjan, shundami? Undaqda sizning bugun bu shirinchi taklifimizni sizning bizdan talab qilgan yardamingiz yoki bizga demoqchi bo'lgan gapingiz nima? Shu. Başka hiç qanday yardım jihatdan gap so'zlarim yo'q. Undaq bo'lsa, mush jihatdan sizlar tarbiyalasanglar, karxanchilar odamga ehtiyoj bo'lsa, sizlar bilan aloqalashsa, mush hamkorlikni o'rnatsak demoqchi, shundaqmi? Bildim. Muhammadjon qarindishim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bugun aytib ulug' var, g'oya orzu bilan ekranga chiqibsiz. Men sizdan ko'p minnatdor bo'ldim. Sizningki bayonlaringizdan barliq farzandlarning ata-onaga
jamiyatga, bo'libmi oilaga, jamiyatga qo'yayotgan sadolarni aks ettiribsiz. Men bundan to'liq minnatdor bo'ldim. Bizning davlatimizning Shamsiya singlim degandek meyiplarga ko'rsatgan siyosatlar bir ko'p. Har qanday bir korxonaning meyiplarni ishga qabul qilish majburiyati bor. Huquq emas, majburiyati bor. Sizning mendaq jasoratga kelib, mendaq bir korxona qurib, 3-4 balni ish qo'llashtirib, zo'r ishlarni qilibsiz. Meningcha, sizning bu ta'limingiz nihoyatda yo'lliq ham ahamiyatli. Aş qurulmoqchi bo'lgan maktabimizning o'qitish qurilmasi, ya'ni darslik sistemasini bir yaxshi loyihalab, bizning jamiyatimiz, korxonchiligimiz ehtiyojli bo'lgan kasblar bo'yicha tarbiyalashni nishon qilsangiz, texnik yaxshi bo'larmikin degan umiddaman. Sizga bosh taklifini bermoqchi. Rahmat. Rahmat. Aba Bekir Muxtar Musranim chiqqanda bir necha meyib qarindishimizni xizmatga o'rinlashtirgan. Hali ham o'rinlashtirsak bo'ladi. Barliq korxonchilarning ehtiyoji bor, yo'q emas. Bo'lsa, bizning korxondagi yaliga zehni ochiq, kompyuter jihatda, til yoziq jihatda yaxshi chechen xizmat bishtirib qila oladigan do'stlar bo'lsa, tarbiyalab avatib bersangiz, bizning shirkatimiz yataq, tamoq hammasi o'zimizdan mashining sirtida u sug'urtadan boshlab qatnashtirib xizmatga tamoman qabul qilamiz. Rahmat. Bayam endi bunda amaliy bir ish kalam kelib qoldi. Biz shu meyiplarning maxsus uchurini bir to'plab chiqaradigan bir torbat quraylik. Buningda chiqimini bizning shirkat Abida shirkati o'zimiz ustimizga olsak bo'ldi. Uningdan boshqa mayada mav karvon to'ri deki shu yo'ldoshlarimiz o'tiribdi. Birlashib biz torbat qurgandan keyin siz atrofdan yetishtirib tarbiyalagan bolalarningki uchurini, masalan, o'rgangan kasbini, qanday ishlarni qila oladi, xizmat o'rni qayerda, yeshi degandek shu uchurlarni to'g'ri yo'llab tutsangiz, ondan bizmo korxonchilarimiz shu turbatga chiqib, o'zimizga amaliy ehtiyojli bo'lgan xizmat o'rniga mos keladigan mushuna bolalar olib qolsa, shunga qarab, bunda qabul qilib ishlasak, meningcha, mana birisi uçur en tez alet kildo yeni birisi en ameliy bo'lgan bir ish qilib bergan bo'lamiz hamda. Mush bir teklifim. Agar bo'lib qolsa, shu turbatni bizning Abida shirkatimiz ustiga kelib mablag' chiqarib, shuni qurib boshqarib bersak bo'ldi. Xo'sh, rahmat. Sizningki hozirgi orzungiz nihoyat yaxshi arzu ekan. Bizga shu odamlar kerak, ixtisosliklar texim kerak. Bunun içinde siz bizge lazımlık bu adamlardan maliye xodimi bu bo'lsin buldu. Maliye xodimi bu kompüter xodimi bo'lsin buldu. Ondan başka biznesi okumayı deb qolsa bizniki ishlab chiqqan sexlarimizga o'rab qashdash, o'ltiriblam qildish yig'ish emas. Agar Urumchi qulaysiz qolsa, Aqsuv bir zavod va Aqsuvdagi Qutlar savdosi ishlab chiqqan zavod bazasi kirib ishlasin buldu. Yataq tamoq o'rlashtirildi, davlatning bir tutash o'sha sug'urta hammasi topshirildi. Bizning karvon to'rininki telefonistik bir xizmat bor. Buni o'tganmi bir degan, bu yerda 62 odamning o'rni bor. Bu yerda asosiy shu abonentlar telefon qilib gapni qilib beradigan ish, boshqa cho'ng ish yo'q. Ma'ning ishi ma'lum nisbatan sal yengilroq. Shu agarda shu bizning shu ehtiyojimiz qonunchilik bo'lib qolsa, nechilik bo'lsa olaymiz. Ham uni o'rlashtirib qila olamiz. Şemsiyede, ustazlarının sözünü biliyorduk kaldım. Biz hazır planımızda hem de 9 türlük keskin planlamadığımız şu ballarınki, şu cismani, emniyetiki maskeliğen, yani işkin optimallaştırış, ergen beğenizden koğa, bütün kompüteri kılgan. Andiken kompüter asraş, kompüter remote kılaş, andiken kompüterinki asası meşgulat türü, andiken şu karxançılığımızın hemisininki bizim mesulatlar oldu, şularga bir teşvikli ilanı işleydiğin işler oldu. Şuna teşvikli ilanlar ilaş, torbiket yasaş, torbiket başkuruş ve güzelleştiriş. Hem torso dise, andiken ama kardeşim sizden ulaş, yenilen ceş digendek, andiken başka anlamaydığın, yakalamaydığı kardeşim sizden bizekçilik, yani şu özümüzden şirketin dairesi dike. Andiken maşinimutçuluk, telefon durumçuluğu degende şunda kesilen oyluşatı şunu tayar kılvatımız. Ama ondan belki bayan kılma ustaza degendek, mesela maliye buğaltırlık degendekler tayarlarga kılımız isek,
Endi men bu yangidan bir ish qilganda endi 1 yildan ozroq ishqandiki, sal qisinib qoldi ekanmiz iqtisodiy jihatda. Shunga hozircha asta-asta g'inam kengaytaylik degan asosda. Sizning mal planingiz nihoyat yaxshi plan ekan, men sizni qo'llayman. Bizning shirkatninki qildigan ishlari asosiyatan ojiz tok qurilishi, ya'ni qurilishlarning ichidagi tokdan boshqa toksim deydi, nur kabel deydi, tor qatorliqlarda. Unda bizning kasbni qildiganlarga faqat xat bilsa, gap qilamizmi, anglayamizmi, ishni qilib beralaydi. Undan keyin maosh sal yuqori bularninki. Mushkilotlarda tarbiyalash ishinglar bo'lib qolsa, men sizlarga qo'shin avatib tarbiyalashni tangib qolsak bo'ladi. Undan keyin sizlarning shu tarbiyalanib chiqqan bolalarning bizga ta'minlasanglar, biz praktika ham boshqa xizmatlarga tanishsak ham bo'ldi. Chunki biz odatda qurilishlarningki tor yo'li, nur kabel ishlarini o'rlashtirib bo'lgandan keyin ma'lum vaqtgacha ularga mulozimlikni olib boramiz, ham ularga xizmatchi tanishtiramiz. Masalan, to'rni tangshab turadigan, masalan, mehmonxonalar bo'ldi, yoki bo'lmasa oyliklar rayonlari bo'ldi shularningki. Shu ishlarda biz hamkorlashsak bo'ldi. Bizning Atlan ma'rifiniki ostida Atlan kasbiy texnik tarbiyalash maktabi va bu maktabdan kompyuterni asos qilgan. Endi sizning tarbiyalash maktabingizda oldingi bir nechta turlarning hammasi kompyuter bilan munosabatli ekan. Agar mushjatlarda o'qituvchi kam bo'lib qolsa sizda, biz o'qituvchi bilan ta'minlasak bo'ldi. Undan keyin sizda o'qib chiqqan bolalar haqiqatan yaxshi saviyali bolalar bo'lib qolsa, biz bularni taklif qilib o'qituvchilikqa biz taklif qilsak bo'ladi. Ma'qul, rahmat. Endi biz vaqtda tartuq marksizm ma'tan ishlarni qazoni tayyor qilyapmiz endi. Agarda shu biz xotanga ma'shurin programmasini tushgandan keyin ko'rishib, sizlar tarbiyalasangiz shu bolalarni kelib ishlasak bo'ldi. Hamkorlikni. Ma'qul, rahmat. Mush yaxshi niyatlaringiz sizdan amalga oshqisa, bizmi sizningki maktabda tarbiyalanib chiqqan bolalardan tekshlik loyilash, kompyuter kasbida yaxshi bo'lgan bolani biz davomli qabul qilishga tayyor. Undan boshqa Şinjan Meteor Xalqaro suv cheklik shirkatiningki toni davomli xalqimiz uchun yurak beradigan, xalqimizning ishini o'zimizning ishi deb biladigan kishilar uchun shunga men sizga shirkatimizningki ihson markasidagi erlar kiyimlaridan bir qur hadiya qilaman, sovg'a qilaman. Rahmat. Endi bizniki bir Sima Şinjan Oltingöhər Xalqaro suv chekish shirkatimizga maxsus go'zallik to'g'risida maslahat berilganga yoki telefon elib qaysi o'rinda setish o'rnimiz borligini uqtirdiganga telefoningiz kerak. Xeyli ko'p lozim. Buningda ba'zi texnikalik ishlarni o'zim tarbiyalasam bo'ladi. Sizga tizimlatganlar ichida bevos bizning shirkatga avassingiz, O'rimchidagi shirkatda, G'oljidagi tarmoq shirkatda o'zimiz tarbiyalab ish qo'llashsak bo'ldi. Buni va'da bera olaman. Undan boshqa yana bizning G'oljidagi shu Oltingöhər Bio fan texnika taraqqiyot shirkatimizdan pishiriq ishlab chiqarish o'rniga o'rab qashlash o'rinlarga yana davomli xizmatchi qabul qilsak bo'ladi. O'zimiz tarbiyalaymiz. Rahmat. Bo'ldi, bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. Ahirda erishgan biletlarimiz 275. Muborak bo'lsin. Rahmat. Aksiyatlik arzuyingizni tanlash o'tkiliga qadam qo'ygan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Qadrli ko'rman do'stlar, biz navbatda faxriy she'rinchi programmamizning talayli ko'rimini tanlab chiqamiz. Qani cho'ng ekranga marhamat. Cho'ng ekran aylansin. To'xsin. Talayli ko'rimimizning telefon nomeri bo'lsa 158 99 23 29 09. Muborak bo'lsin. Biz bu talayli ko'rimimizni Şinjan Oltingöhər Xalqaro suv chekish shirkati ta'minlagan 500 yer qiymatidagi Oltingöhər dengiz jonliqlari yurishi Qrim yo'lini mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Cho'ng ekran ikkinchi qaytim aylansin. To'xsin. Talayli ko'rimimizning telefon nomeri bo'lsa 136 57 23 64 62. Muborak bo'lsin. Biz bu talayli ko'rimimizni Şinjan Al-Nuri yeziglik taraqqiyot chekish shirkati ta'minlagan
saf, tabiiy qora un va yuqori aqsilliq un jawhari qatorliq yurishliklar bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Assalomu alaykum, Qarqanchi ustozlar, Nahmedendagi ko'rmanlar. Men Badam yurti Yakandan keldim. Arshidning ekin bo'laman. Arshidni efendim qarshi olamiz. Arzuyingizni anglaylik. Mening orzuyim endi kashfiyot to'g'riliq kelgan bu yerga. Bu kashfiyotimningki alohidaligi bo'lsa, shu birlan vaqtida shu 7 turlik mashg'ulotni tamomlash mashinasi. Bir qitim mangan vaqtida shu 7 turlik mashg'ulot tamomlanib, ziraatlarningki sog'lom o'sishi ham energiya tejash, vaqtdan qutilish maqsadiga birlan vaqt yetkazib bo'ladi. Bu mashinani shu viloyatlik yuziylik mashinalarning boshqa idorasi, avtonom rayonlik yuziylik mashinalarning boshqa idorasidan qattiq qo'llab hozir ishlab chiqish bosqichiga o'tdi. Shu avval shu yerdagi keraksiz sulyoningki ziyinda so'zlab o'tsam, hozirgi shu ko'p xil kasallikning hammasi shu yerdagi keraksiz sulyoningki ziyin bo'layotdi. Bu o'simlik yaxshi o'samagandan keyin qo'pil qilgan moddalarni to'liq qo'pil qilmayotdi. So'lyav yupuqlarni yig'ilish shundaqmi? Yig'ilish mashinasi shundaqmi? Mushumi? Ha, mashina shu. Bu mashinaningki iqtidori birlan vaqtida 8 turli xizmat tamomlaydi. Haydash, tuzlash, terish, o'g'iz silish, o't o'ldirish, do'ris chechish, urug' silish, bug'doy qo'noq kivaz, mayliqdan qatorliq ziraatlarni bir vosita bilan terib tugutalaydi. Buningki hozirgi bozorda setishchilik intayin kuchlik. Hozir buni endi ishlab chiqarishga yetishmayapmiz. Endi meningki bu yerga kelishdiki burunqi tizimli quvvatga orzuyim. Bir shekilli hamkorlik izlashda. Bu yerga kelib bo'g'ish bo'lganlikda Qizilsuv oblastlik Oq Yulduz shirkati bilan hamkorlik tuzildi. 20 kun bo'ldi hamkorlik tuzilgan. Aniki hozirgi kelgandagi maqsadim bo'lsa endi shu o'zim yo'liqqan masalalarni men shu mashinani yasab qo'yguncha oz bo'lmagan qiyinchilikqa yo'liqdim. Bu qiyinchilikni endi jamiyatimizdagi boshqa tadqiqotchilarningki ushunmas uchun shirkatimizningki direktori Davud direktori bilan hamkorlashib jamiyatdagi shu ig'ir sanoat tadqiqot bilan shug'ullangan kashfiyotchilar bo'lsa, yotoq tomoqni haqsiz qilib, materialni biz ta'minlab, shu turni o'ttirib qo'ysa, bizningki tadqiqot guruhimiz bor. Shu orqali ishlab chiqarib bozorga o'zlandirsak, ondan keyin shu jamiyatimizdagi kapshirchi bolalar bor. Masalan, ish kutib turgan, shu bolalar bo'lsa, ish qo'llashsak bo'ladi. Ondan keyin shu ig'ir sanoatni uyg'unishni qilayotgan bola bo'lsa, haqsiz tarbiyalash ilib beriladi. Siz hozir aslida korxonchilar orqali hamkorlashgan odam izlamoqchisiz, shundaqmi? Demak, shu mashinani ishlab chiqaradigan, bozorga soladigan hamkorlash izlamoqchisiz. Lekin o'ylamagan yerdan programmamizga kerakchi bo'lgan oraliqda daraxtning uchidan yo'l chiqib kelib, hamkorlashquchi paydo bo'lib qoldi. Shunga hamkorlashquchi izlash ehtiyojingiz yo'q. Yo'q, bor. Yana bormi? Bor. Bununla hem de jamiyetimizdeki, mesela bizimki şirkette hazır 7 tür çoğun tür var. Bazıları insan işçi bulamadı da. Hem de bizimki şirketimizdeki türler hazır kolun işçilik iyi, işçilik yukarı tür. Hem de yeni cemiyetin yeni kopul kılmakçı bolsamış türden. Onun için bu karıkancılar şu türün içinden tallap durup, tür yarısa, bununki bazıları insan işçilik hazır yasap ülgümez bulmadınız hazır. Nemi qaysi maslahatdan bazır iştek? Muştu çıkan. Siz hazır ishlab chiqarishda hamkorlashgan yani tapdınız. Endi hazır setish yo'lini. Yo'q, u bor. Endi shu bir odam bir kuchli korxona qo'shildi degan gap, bizning kuchimiz yana zo'raydi, bozorni yana to'xtamay kengaytirib bo'ladi.
Undası o bir karxana bilan bir şirket bilan to'xtab qolmaymiz. Davomli hamkorlashish qabul qilamiz demoqchimi? Bo'ldi. U ishlab nima ehtiyojni qandaq bo'lmayapmiz dedingiz. O qanchani setib oldinglar shu mashinani? Albatta, hozir to'xtam tuzgilish 20 kun bo'ldi menga. Hozir ishlab chiqaryapmiz, lekin digvar bor oldiganga. Zakaz qilganlar. Ishlab chiqish unumdorliqchi. Masalan, soatiga 5 mo yana triple olaydi. Bir kunlik shunimi 50 moddan to'lamaydi. Buni setib olg'uchi yiliga 100 ming yuan ortiq kirim qila oladi. Mush mashina setib turib, ishlatib pul topsa, masalan bu tirikchilik 3 fasl ilib beriladi. 2 fasl lakin mush mashinaningki pulini qatib kelib olaydi. Setib olg'uchimiz yaratmaydi. Ondan keyin bu jamiyatimizdagi bu tuproqningki bulg'unishi, onun boshqa energiyani qurish deymiz. Masalan, yer terish uchun mashina yerga 4 qitim chimisa, yer terilmaydi. Teriqchilikqa munosabatli butun mashg'ulotni qila oladi ekanlar. Shundaqmi? Tanarxchi. Tanarxi bu 3 turlik. Buningki kichik tipdagi iba chiqini o'tirib tiksa, cho'ng tipdagisi bor 4 metrlik 2 qator sulyoni birlam yetmag'ini. Kichik tipdagisi 90 ming yuan bo'ldi. Ikkisini bekitmadik. Bo'ldi, karxanachilarimiz endi aytgan. Ershtin apandininki bu patent ahvolini ko'rib, anglab, men ayt qo'shildim. Biz 100 yılın aldıda Akıkı Musa Bayıp'la sanat bulmaslıkı hatime verip Uygurlarımın sanatının teminini tetip baksın dep Jirak Germaniye'den maşini yütkep kön kurumuz avutunu kurgan. Bugünkü günlük kelgende bizning yaşlarımız içidimi yığılık yartalaydıgan, icadi tefekkür kılalaydıgan maşınaq yaşlarımızın çıkışı bizning hoş kılıdı elbette. Sizin kollaydıgan hemkarlaşıkçılar çokum çıkıdı. Bolsa bunu markalaştırıp, markaga elip, patent hukukunu qat'iy qo'g'dab, rayonimizdan ichkaridagilar kelib, rayonimizdan setib olsin. Chet eldagilar kelib, bizdan setib olsin. Bizning bu sata oladigan melimiz bo'lsin, qarindishim. Rahmat. Men nayt xo'sh bo'ldim. Kang yoshlarimizga ulgu bo'libsiz. Buningdagi ishlaringiz o'ng bo'ladi, sizning qo'llaydigan odam hamon chiqadi, cho'qim chiqadi men ishini. Sizlarga kerakli direktor, sizlarning shirkatni boshqaruvchimi, hamkorlashib mablag' sog'uvchimi? Hamkorlashib bu shirkatni yanada cho'ngaytirganga hamkorlashmoqchi. Endi chiqib oldi ma gap. Bu mashinangiz agarcha mandacho biz chet elning gapini qilamiz, chet elning melini bizning diyorimizga ekilib, biz pulni chet elga to'shidik deganlik, biz pulni o'g'itga aylantirib o'tdik, bizda pul bag'an sir ozildi deganlik. Bo'lsa bizning malni chet elga chiqib setib, u pulni bizga ekkeldik deganlik bizning beyg'onligimiz. Diyorimizning o'zidan dehqondan oldik, yasidiq dehqonga sotdik deganlik o'zimizni aron saqlab qolganlik. Chunki pul mushadlam aylandi. Shunga bu agarchanda bu egri tiplik sanoat bu bo'lsa Qirg'iziston, Tojikiston deymiz, O'rta Osiyo davlatlariga qattiq mos keladi ekan. Bizning diyorimizdan faqat Oqsuv viloyati, Qashqar viloyati bilan G'uljiga mos keladi. Qag'ar rayonida ya kichik mashina aylanib bo'lmaydi. Sizning kashfiyotingizga barakalloh aytqim kelyapti. Ershiding akamizdek kashfiyotchilar bundan keyin texnik ko'p chiqishi ishlamaydi. Milliy egiligimizning texnik taraqqiy qilishida asosiy qurilmasi bo'la oladigan ig'ir sanoat mahsulotlari. Siz ig'ir sanoatga hujum qilsiz, bu nihoyatda yaxshi ahvol. Ayni vaqt Einsteinga berilgan aql bizga normal berilgan. Steve Jobs degan berilgan fursat bizga berildi buning ishini. Lekin bu aqlni qanday ishlatish shu bandiga bog'liqchi. Sizga barakalloh aytman. Yana bir xush xabar. Şu birinci ayda Şikir Şanghay'da Amerika'nın Goldman Sachs degan bankının alayet xodimlari kelib, Jungo'ning yezilik ishlarga alayet mablag' selish to'g'risida aytilgan. Buningda davlatning hozirga qadar qo'llayotgan siyosatdagi maqsad Jungo'da bundan keyin ochliqning bahosini o'sishini aytib ketish bo'yicha. Shunga bir ma'lum miqdordagi yerdan texnik ko'p hosil edish uchun biz ig'ir sanoatni texnik taraqqiy qilib, yezigilik ishlab chiqarish qurilmamizni taraqqiy qilish bu nihoyat muhim. Sizning bu kashfiyotingizning patent huquqini cho'qim o'zingiz saqlab qoling. Agar hozir hamkorlashayotgan Oqyo'l shirkati hamkorlik qilsa, bizning Shinjang Ro'yab shirkati mayli mablag' jihatdan bo'lsin, boshqarish jihatdan bo'lsin, maslahatchilik jihatdan bo'lsin, biz yordamlashga, hamkorlashga tamoman qo'shilamiz. Rahmat.
yezi ilkiga nisbatan nurg'unlagan yaxshi siyosatlar bor, qo'llash siyosatlari bor. Mush yaxshi siyosatlarning turtkisida menimcha sizning bu tadqiqotingiz, kashfiyotingizmi yaxshi qo'llashga erishalaydi deb ishonchimiz bor. Dehqonlarning yukini yengiltish, ularni yaxshi kunga erishtirish davlatimizningki asosiy kuchayotgan xizmatlarining biri. Endi mushu siyosatga, mushu nishonga yurish qilib sizningmi mushu dehqonlarimizning yukini yengiltish, mahsulotini oshirish, yaxshi kunga erishtirishdan ko'rsatgan tirishchanligingizdan bizni intayin suyundik. Sizningki hozirgi kashfiyotingizdan hamma tasirlandik. Shunga bizning Qutyarsikda Oqsuvdagi yangi ichilayotgan shu Qutyar savdosi ishlab chiqish bazasi nomidan 2000 yuanlik savdosini sizlarningki zot ishlatgan har qaysi ishtirishlarga sovg'a qildi. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi. Endi bizning hozir naq maydonda o'tirgan korxonchilarimiz hammasi o'zininki xos kasbi bilan shug'ullanayotgan. Endi menimcha ekranda ko'rsatilgandan keyin yana bu turga qiziqadigan nurg'un kishilarimiz chiqishi mumkin, sizlar aloqalashishi mumkin. Albatta bu hamkorlikning muvaffaqiyatli bo'lishiga tilakdoshmiz. Qilgan bu kashfiyotingizdan aytib suyundik. Bir mukammal bir kashfiyot bo'pti. Muborak bo'lsin. Bir millatda iqtisod bo'lmasa kambag'al bo'lib qoladi, lekin sanoat bo'lmasa zavollik ko'zlandi deydigan bir gap bor ekan. Bizlardami cho'qim shunday yaxshi kashfiyotlar, ig'ir sanoatga boshlanishlar bo'lsa, hammamiz suyunamiz. Shunashqa men sizlarga mushu amikingiz uchun men Motor xalqaro so'z cheklash shirkati nomidan sizga bir to'nkay demoqchi. Rahmat. Ma kashfiyotingizga men bek suyundim. Chunki men shu diqqatchilik mahsulotlarini setib olib pishiqlash ishlarini qiladigan bir korxonchi, oshliq ziroati. Hammasi shu siz degandek shu bulg'unishga munosabatlik. Oldingi sonda shu yakanda kaptika o'qilishimizmi? Siz bilan o'xshash soat ekansizlar. Bo'lsa, mening taklifim ikki korxona, ikki texnikani biriktirib va bir-birisiniki kamtuklari bo'lsa, texnik to'liqlab bir mukammal gavdaga aylansanglar. Albatta takrar mablag' selish bo'lmay, ikkilar shunday o'xshash soatlar birlashish orqali texnik mukammal, texnik sifatli ham shunday bir yezgilik mashinalarini yasab chiqsanglar degan taklif beraman. Al-Nuri Bashtan Xali unchiligimiz sizlarningki shirkatdagilarga 3000 yuanlik sab tabiiy unimizni sovg'a qilaydi. Rahmat. Mushunchalar tadqiqotlar bo'libdi. Buning jiq mablag', jiq kuchlar, jiq ajala ketdi. Lekin hukumat tarafdan qanday bir yordamlar kelishmoqdamiz? Hukumat tarafdan bir mashina sotilsa 30% to'liqma beradigan bo'ldi. Yaxshi. Agar men shuni demoqchi, shu jihatlardan cho'qim biz to'liq foydalanishimiz kerak demoqchi. Chunki bu jihatlar siyosat bak yaxshi. Chunki biz bilmaymiz. Nurg'un kashfiyotchilar bu da biz Sherinch programmasidan chiqib bu kashfiyotlar birini quramiz degan yoqqa bizni izlaganlar berchiq. O'z yanchiqdan nurg'un pul silib kelajak. Lekin men so'radim, mushtaq hukumat mablag'i erishganlar bormasa bu ishni biz bilmaymiz dedi. Amaliyotda bu bakbash yaxshi bir liniya. Buni cho'qib to'g'ri foydalanish kerak deyman-ku. Davlatning e'tibor siyosatidan unumli foydalanibsizlarda, shundaqmi? Pek yaxshi bo'pti. Davlatimizning nurg'un e'tibor siyosatlari va bundan unumli foydalanishni dehqonlarimizmi, kashfiyotchilarimizmi hammalar bilishimiz kerak. Kashfiyotni ayt yaxshi bo'pti. Siz hozir bazani kengaytmoqchi, shunga bundan nurg'unlagan hamda xayrida azlash bosqichiga qadam qo'ysiz. Bundan hamda Uyg'ur tilidan boshqa hamda xanuz tili, ingliz tili degan tillarni qo'llanib qilish ehtimolligingizni aytdim. Hamda shu mahsulot tunishtirish jarayonida shu til jihatdan agar yordam muhtoj bo'lib qolsangiz, bizning Atlan Ma'rif fan texnik cheklash shirkati sizni bu jihatda yetakchilik bilan, yordam bilan ta'minlaydi. Rahmat. Bir necha texnik savol so'rayman. Bu uskuningizni, ya'ni shu 8 xil texnikani birlashtirgan uskuningizniki hamda bozor singandan keyin, masalan men setib oldim, menga qanchalik unum keltirib beraydi. Masalan, odatda men 8 odamning kuchini birlashtirdim degan gap shunday emasmi? Masalan, 8 odam 8 kunda qilgan ishni men 1 kunda qilib demak, menga iqtisodiyotning qanchalik yordam keltirib beraydi? Odatda 1 yilda 150 million kirim qiladi. Buni ijaraga bersak shunday kirim qilishni emasmi? Ishlatib turib. Sınavı işiltip? İşiltip 150 milyon kirim qiladi. 150 milyon tejab qila oladi degan gap. To'g'rimi? Agar men buni ijaraga bersam-chi? Ijaraga bersangiz bu 100 milyon atrofida kirim qiladi. 1 yilda shunday emasmi? Endi undan keyin buni biz setib olgandan keyin har qaysi joylardagi, masalan, setishdan keyin mulozimat o'rinlariga, masalan, uskunlarni o'zi biroq qurashtirib qo'yish osonmi yoki tasmi?
Bize mürekkep. Bize murakkab shularmi? O'zinglar qilib beramiz, o'zinglar qurashtirib beramiz. Odatda buningki 1 yillik haqsiz remont, ikkinchi, uchinchisi material qilinadi, yana haqsiz remont qilinadi. Odatda intayin mustahkam yasalgan mashina. Undan keyin yana bir masala, hamda buni satqanchada bevosita xaridor sotamizlar yoki setish markazlari orqali sotamizlar. Odatda buni setish markazi qurib sotamiz. Bo'ldi, rahmat. Biz endi naq maydondan sizning mahsulotingizni ko'rib boqmadik, uning qanchalik unum berganligini ham isbotlab bilib boqmadik. Faqat sizning og'zingizdan angladik. Agar haqiqatan siz degandek bo'lsa, u chaqda hammamiz bosh barmoqimizni chiqarib sizga opirin aytgan bo'lardik. Albatta, bu shirin tushning reallikqa aylanishiga tilakdoshmiz. Tush markaziga marhamat. Shirin tushlar reallikqa aylang'isi bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. To'liq nomer. Eng oxirida erishgan bilet soningiz 265. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli orzuingizni tanlash o'tkazilgan muvaffaqiyatli qadam qo'yishingiz muborak bo'lsin. Ishlaringiz utuq tilayman. Programmamizni o'zining sifatli mahsulotlari bilan xalqimizni faxrlantirib kelayotgan Urumchi Faxriy Savdo Cheklik shirkati alohida qo'llagan. Faxriy yana bir xodim. Ikkinchi fasllik Faxriy Shirinchish programmasining birinchi darajalik go'zal orzu egisini o'zining sifatli mahsulotlari bilan xalqimizni faxrlantirib kelayotgan Urumchi Faxriy Savdo Cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi sovg'at bilan taqdirlaydi. Alram markasındaki soda suyu bilen Alram kılıvatkan Şinjan Alram Halkara Soda Çek şirketi ikinci derecedeki güzel arzu ilgisini 80 milyon kıymetindeki soğuğat bilen tartıklaydı. Güzellik hakkındaki vədisine amel kılış bilen alohida inovat işleyen Şinjan Hüsnügül Soda Çek şirketi 3. derecedeki güzel arzu ilgisini 50 milyon kıymetindeki soğuğat bilen tartıklaydı. Programmamizni sabiyalarning xo'shalligiga hamdam, bolalarning hayotiga hamroh bo'lib kelayotgan Şinjan Sabiyalar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati alohida talab qilgan. Programmamızga diyorimizning ichimlik sohasidagi sarkiga aylangan Şinjan Abida Bio Pan Texniki taraqqiyot cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xo'yi madaniyat taqtish cheklik shirkati ve Urumchi Albi madaniyat taqtish e'lon cheklik shirkati birlashib ishlagan Urumchi Faxriy Savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan Faxriy Shirinchish programmasi. Yeşil Yakut, Mervayit üzümünün asli makanı bulgan, her xil medeniyetler kesişken kadimi makan Turpan Tuyuk'tan, Oblitip Mahmud'dan, otluk salam, âli ihtiram. Qarşılığımız. Buldu, undaqda arzuyunuzni deb bering. Ben bizning kenet 5000 nüfus kenet. Şan nahiye Tuyuk yezi